Assalomu alaykum. Hammaga. O'zbekistonda yashaydigan har bir insonga assalomu alaykum. Mani bir murojaat desak ham bo'lmaydi. Iltimosnoma desak ham to'g'riroq bo'ladi. Hozirgi kunda hammamiz mana elektroskuter, elektrovelosiped, hamma muraviy hamma olyapti. Iltimos sizlardan olmanglar shularni. 3 oy olmanglar o'zi yaxshi bo'ladi. Xitoy bizni juda ahmoq qilyapti. Endi bilmadim kimga qanday-yu. Men o'zimdan olib, men o'zim ustomanda shu skuter, elektromuraviy, elektrovelosipedlarni remont qilaman. Kamchiligi juda ko'p. Iltimos olmanglar. Biz olmasak, u sifatlisini jo'natadi. Sifatlirog'i kelsa, biz olgan pulga kuymaymiz. Hozir olyapmiz 6 oy, 1 yil, 1,5 yil. Keyin o'sha отказ qila boshlayapti. Olmay qo'yaylik, bir 2 oy, 3 oy umuman o'tmasin shu skutermi, boshqami, hammasi. Keyin xudo xolasa joyiga tushadi. Yigitlar, qizlar olmanglar. Xalqimiz, biz pulni supura olayotganimiz yo'q. Hammamiz ham mehnat qilib, ter tekib topyapmiz. Kredit, nasiyaga beryapti. U bo'lmagan narsa. Nasiya bo'lsa nima? Sizni o'rningizga birov to'laydimi? O'zingiz to'laysiz-ku. Olmanglar. Mayli 6 oy olmanglar, 1 yil olmanglar. Sabr qilinglar qani. Yaxshisi kelsa men video chiqaraman. Mana kelyapti yaxshisi deb. Men o'zi bir 50 ta 100 tasini chiqarib beryapman, lekin magazinchilar sotyapti yaxshi, lekin sifat yo'q. Ozgina kamchiligi bor, o'shani bular to'g'rilamayapti. U kamchilik to'g'rilash uchun yana 1 million xarajat qilishimiz kerak. Siz masalan 6,5-7 millionga olyapsiz-u, yana 1 million xarajat qilish hech kimga ham yoqmasa kerak. Xarajat qilmasangiz 1 yil, 1,5 yilda yana 500 ming, 600 ming akkumulyator uchun sarflaymiz kamida. Agar undan ko'p bo'lmasa. Shunga o'zlaringiz bilasizlar. Olmay turinglar. Xitoylar ham ozgina bosh qotirsin. Men bosh qotirib ko'rdim. Yana 1 million xarajat qilsa, bo'limini normalroq bo'ladi. Shunday qilmaylik.